65-20 ni ham bozori chaqqon ekan, juda ko'pchilik aloqaga chiqqan edi. Dizel holatda turgani bo'lsa aka topib bering deyshib, mana topib qo'ydik. Yaxshi sanada yil 2019, motor, korobka, moslar umuman ochilmagan, tresheni ham tushmagan ekan hattoki. Euro 3 kamazimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 65-20, 161 ming yurdi dedingizmi? Ha, 160. Yurgani kam ekan-a? Yurgani kam. Motor, korobkalar ochilmagan. Ochilmagan. Mana oldini ko'ringlar, zavod holatda turibdi. Umuman DTP bo'lmagan ekan-a? Bo'lmagan. Kabina. Holati yaxshi. Hechkan zashniklari ham turibdi, interkollari bor. Radiatorining ham holati yaxshi turibdi. Ko'ringlar. Taylari ham quruq. Olasiz sirasi ishga. Salondan aytsa zimni qilib yuborsizlar, gilamlar tashab, ha? Chexoli ham zo'r chiqibdi. Kim qilib berdi sizga buni? Juda chiroyli chiqibdi lekin. Ko'ringlar. Mana shunaqa sveta qilib olsalar ham juda chiroyli chiqargan lekin haqiqatan ham. Arshkalari ham, ichlari ham urinmagan ekan lekin ortiqcha. Mana. Holati zo'r, salon ichim. Ko'rinmasa ekan emas, ha? Telefonga ko'rinmayapti. 161 ming yurgan halol probegi. Universal datchik qo'yilgan. Faqatgina shu konditsioner qolibdi. Ha, konditsioner qoldi. Biz Farg'onadagi Hova sentrga aloqaga chiqsangiz, xohlaganingizni plyusga yarashasini dastlabki qilib berishaveradi. Farg'ona Hova sentrida bor, konditsionerlar zo'rlari bor. Muzaffar, aloqaga chiqaverasiz, uka. Qolgan shopar akalarni aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bunaqa issiqlarda maza qilib muzdekini yurasizlar, konditsioner qo'yib olsalar. Ko'ylar kabinalar DTP bo'lmagan, radnoy holatda turibdi. Balonlari общий 80% dan ham yuqoriroq turibdi. Aylaka 80% deyavering deyishdi egalari. Ramalarda tresheniya yo'q, aka. Yo'q, yo'q aka. Ko'ringlar mana. Balonlarning holati yaxshi turibdi. Resorlari ham yechilmagan shekilli, yechilganmikin. Resorlari yechilmagan aka. Holati yaxshi turibdi-yu. Mana padramning tuzlar tagi ham yaxshi turibdi. Bortlarning yoni ham asvit qilingan ekan-a? Ha, qilingan. Bortini asvit qilib qo'yibsiz. Hujjatlari qanaqa? Hujjatlari o'zim nomimda. Ha, o'zingiz nomingizda sirazi. Muammo yo'q, sirazi fermer qilganmiz. Buni orqa moshiga o'zim haydaganimda to'g'risi tresheniya tushganda bir 2-3 marta svarka qildirgan edim. Bunga tushmabdi-yu, ha? Bunga yorug' tushmagan. Mana ko'ringlar, toza zavod holatda turibdi. Moslarda ovoz yo'qmi? Yo'q. 100 ga 35 ta yozgan. 35 ta yozgan. Lekin 35 taga bormas ekan. Bormaydi. Yuki bilan yozgan 35 ta. Grujonni holatiga 35 ta yozilgan. Mana hamma balonlari 80% dan yuqori holatda turibdi. Ramalari butun. Qo'vaga o'xshab mana padushka qo'yilgan ekan, resorda yoniga. Ha, qo'yilgan aka. Shu resorga tegib ramiz, orqa ramasini o'zi burganda tekkan, o'shanda qo'yishgan ekanda padushkani, ha? Ha, uchkalari qilib qo'yilgan aka. Keyin qilingan, tekkandan keyin. Endi tegmaydi, ha? Endi tegmaydi aka. Akkumulyatori nima deydi? Akkumulyator yangi, ikkita yangi akkumulyator. Ikkita yangi akkumulyator qo'ygansiz. Avtorasport yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Antifriz. Antifriz. Bu spaneli varianti yaxshi-yu, ozgina jo'stkiligi bor ekan. Buni ham endi hozir chorasini topishgan, oldiga amortizator padushkali qilishib, buni ham miyaqki qilib qo'yishyapti. Ustalari ham bor, qilib bor. Xudo xolasa. Jo'stkiligi qiladi desalaring, kabinani miyaqki qilgan ustalarni ham topib beramiz. Bu texnikamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida turibdi. Pastga yana nomerini qoldirib qo'ydim. Texnika qiziq bo'lsa aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Narxini 26 ming dollar so'rashyapti. Naqd pul bilan kelishsa, o'tib beraman aka deyishyapti. Xudo xolasa naqd pul bilan kelib savdosini qilaverasizlar. Bu video roligimizni radnoy holatda turgan 65-20 qadar yurgan do'stingizga sirrochni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha izlagan texnikalaringni Xudo xolasa bizning kanaldan topasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, savdolarni bersin.